Avvalo videomizni yoqtirib kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroq belgisini yoqishni unutmang, chunki Avtomashina Channel sizga avtomobil olamidagi eng so'nggi yangiliklar, sharhlar va solishtirmalarni taqdim etadi. Bugun sizlar bilan 2026 Chevrolet Damas modeli haqida batafsil gaplashamiz. Bu avtomobil kichik hajmiga qaramay amaliy, ishonchli va tejamkor bo'lishi bilan mashhur. Yangi 2026 yilgi versiya tashqi dizaynida mayda, ammo sezilarli yangilanishlar bilan kelmoqda. Old panjarasi va faralari zamonaviyroq ko'rinishga ega bo'lib, shahar ko'chalarida yanada chiroyli ko'rinadi. Damas o'zining ixcham o'lchamlari tufayli tor ko'chalarda oson harakatlanadi va parkovka muammosini deyarli yo'q qiladi. Avtomobilning ichki qismi soddaligi bilan ajralib turadi, ammo amaliy joylashuv va qulaylikka e'tibor qaratilgan. O'rindiqlar bardoshli matodan tayyorlangan bo'lib, uzoq muddatli foydalanishga mo'ljallangan. Old panelda kerakli barcha boshqaruv elementlari haydovchi uchun qulay joylashtirilgan, asboblar paneli esa aniq va o'qilishi oson. 2026 Chevrolet Damas texnik ko'rsatkichlari ham kundalik ehtiyojlar uchun yetarli darajada moslashtirilgan. Unda kichik hajmli, ammo ishonchli benzin dvigateli o'rnatilgan bo'lib, yoqilg'i sarfi juda tejamkor. Bu xususiyat uni ayniqsa kichik biznes egalari, yetkazib berish xizmati va oilaviy foydalanish uchun qulay qiladi. Mexanik uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari past bo'lishi bilan ajralib turadi. Osma tizimi shahar yo'llari uchun moslab sozlangan, notekis yo'llarda ham nisbatan qulay harakatni ta'minlaydi. Xavfsizlik borasida ham 2026 yilgi modelda muhim jihatlar inobatga olingan. Asosiy xavfsizlik kamarlaridan tashqari mustahkam kuzov tuzilmasi haydovchi va yo'lovchilarni himoya qilishga xizmat qiladi. Yangi imkoniyatlar qatorida yaxshilangan sovutish tizimi va ishonchli elektr komponentlarini ko'rish mumkin. Bu esa issiq iqlim sharoitida ham barqaror ishlashni ta'minlaydi. Chevrolet Damas narxlar. Avtomashina Channel har doim sizga shunday ishonchli va foydali avtomobillar haqida xolis ma'lumot berishni maqsad qilgan. Agar siz ham tejamkor, oddiy va sinovdan o'tgan avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Damas albatta e'tiborga loyiq tanlov bo'la oladi. Damas modeli yillar davomida bozorda o'zini oqlab kelayotgan transport vositasi hisoblanadi va aynan shu sababli u ko'plab mamlakatlarda ishlab chiqarish va savdo sohasida keng qo'llaniladi. Kichik yuk bo'limi turli mahsulotlarni tashish uchun qulay bo'lib, eshiklarning ochilishi yuklash jarayonini osonlashtiradi. Yonilg'i bakining sigimi kundalik qatnovlar uchun yetarli bo'lib, tez-tez yoqilg'i quyish zaruratini kamaytiradi. Rul boshqaruvi yengil va sezgir bo'lib, yangi haydovchilar uchun ham mos keladi. Tormoz tizimi oddiy, ammo ishonchli ishlashi bilan ajralib turadi va texnik xizmat vaqtida tez sozlanadi. Salondagi shamollatish tizimi yoz oylarida yetarli havo aylanishini ta'minlab, haydovchi charchoqlarni kamaytirishga yordam beradi. Shovqin darajasi bu toifadagi avtomobillar uchun qoniqarli bo'lib, dvigatel tovushi bezovta qilmaydi. Damasning yana bir afzalligi uning ehtiyot qismlari bozorda keng tarqalganligi va ta'mirlash ustalariga yaxshi tanishligidir. Bu esa uzoq muddatda egasi uchun qo'shimcha qulaylik va tejashni anglatadi. Avtomobil og'ir sharoitlarda ham barqaror ishlashi bilan tanilgan, shu sababli qishloq va shahar sharoitida birdek foydali bo'la oladi. Shuningdek,